Kelib qolinglar, mana televizorlar bor. Bu brat, televizoringiz qancha? $2 olasanmi? Ha, olaman, mana sizga $2. Aniq zo'r televizormi? Ha, aniq, ola qol. Hozir mana ko'tarib olaman. Tak bo'ldi. Aniq zo'rmi? Ha, zo'r, bo'pti, buyursin. Mayli, men nima qilsam bo'ladi bunda? Luboy narsa ko'rsang bo'ladi. Ha, bo'pti, rahmat. Arzimaydi. Yo, endi borib kino ko'raman. Yo, yaxshi Johar videolarini ko'raman. Ketdim, let's go. Xo'sh, obbo o'chib qoldi. Menimcha svet o'chib shekilli desam, svet bor. Nimaga o'chib qoldi-kina? Ha, bo'ldi, tushundim. Ekrani kuyibdi-ku buni. Obbo, yangi televizor sotib olishim kerak. Endi qayerdan sotib olaman, mayli. Qayerdandir sotib olarman keyinchalik. Notebookimni yopib qo'yayin. Hozir bir tashqarini aylanayin. Televizor ko'raverib, ko'zim og'rib ketdi boru. Aytgancha yangilik, qarochi bizning qishlog'imizda yo'llar asfalt bo'ldi. Hamma yoq asfalt, o'ta takoy asfalt bo'lib ketgan, ko'ryapsizlar. Mana podyomlardan tushishlar va bunaqa takoy bo'lgan. Xullas, bu yangilik hamma ko'rish kerak. Yetelmi? Voy, yetel qandaysan? Jo'xa, tinchmi? Qalay televizor? Voy, yangi televizor sotib oldingmi? Ha, zo'r ekanmi? Ha, dahshat. Qanchaga olding? $2 Ha, zo'r-ku, ko'rmaymizmi bir o'tirib? Davay, yur, beri uyimga ko'ramiz. Qanaqa narsa ko'rsak bo'ladi? Luboy narsa ko'ramiz. Ha, unda yo'q ekan. Qarochi, seni qo'ling televizor ko'rgandek bo'ldim. Qani? Yo, adashdik shekilli. Qo'yish televizorni? Qo'yib bo'lmayapti. Nima qo'yib bo'lmaydi? Shunda qo'lingdan qo'yib yubor. Qo'limga yopishib qolgan shekilli, qo'ya olmayapman. Jinnimisan? Nima qo'ya olmaysan? Shunda qo'ychi. Qo'ya olmayapti, qara. To'xta. Bo'lmasa buni bir reja topib turib qo'yish kerak. Nahotki qo'yilmasa? Yur, suv teksaylik, balki qo'ling yopishib qolgandir. Qo'lingga suv teksa balki tushib ketishi mumkin. Qanaqasiga? Men tushunmayapman, bu qo'yilmayapti-ku. Davay, suvga tekis. Bo'ldi, ana endi qo'ylar. Bo'ldi, chiq, shamollab qolasan. Mana bu qo'ychi qani? Qo'yib ko'rchi. Hozir, tak. Qo'yilmayapti baribir. Qo'limga yopishib qolgan shekilli. Mana qo'yilmayapti. Tushunmadim. Nima qilsak bo'ladi? Tepalikdan tashab ko'raylik. Yur, tepalikdan shunday tashab yuborsan, o'shanda tashalsa kerak. Qo'limda uzilmayapti, qanaqasiga tashaladi bu? Demak, o'zingni tashab yuborishing kerak. Tushunyapsanmi? Tepalik topaylik. Bashniyadan tashlayman o'zimni. Unda bashniyadan o'lmasang tashab ko'r. O'lmasam kerak, bilmadim. O'lib qolsang, lekin men javobgar emasman. Tepaga chiqsak ko'ramiz. Hozir mana chiqaman. Bo'pti. Yaxshi bo'ldi. Ana endi bularni qanaqa bularni? Buni sakrashini kutib turaman. Nahotki qo'liga televizor yopishib qolsa, balki kilaylangandir. Rostdan super kilaylab tashagan bo'lsa, tashlayman o'zimni. Tasha kutib turibman. Hozir mana, tak. Hoppa! Voh, oyog'im. Nima bo'ldi? Endi qo'yib ko'rchi. Hozir mana, salgina qizg'in yo'lga qo'yilmayapti baribir. Nima qilamiz? Reja yo'qmi senda boshqa? Reja bor. Janob mer yoniga boraylik, sen bilan televizor ajrashtiramiz. Rasmiy ravishda sen bilan televizor bir-biringdan ajratsang, shunda menimcha ajralsanglar kerak. Davay, kir. Assalomu alaykum, janob mer. Va alaykum, nima gap? Mana uni qarang, qo'liga televizor yopishib qolibdi. Men ajrata olmayapman buni. Siz shuni ajrating rasmiy ravishda. Qanaqa ajrashtiraman? Buni, qarochi, qonunga asosan ajrashtiring. Men sizlarni qonuniga ko'ra xotin emas deb e'lon qilaman. Bu meni xotinim emas-ku, televizorim-ku. Men sizlarni unda televizor va deb boshqa atamayman. Bunaqa demadik. Unda bilmadim. Shop bolalarim ajrash deymi? Bo'lmayapti baribir, bo'lmayapti janob mer. To'xta, qayerga ketding sen? Bo'lmayapti-ku, nima qilaman endi? Sen yaxshi uyingga borib tur, xo'pmi? Men o'zim qanaqadir reja o'ylab topaman. Bo'pti. Nimadir o'ylab top, iltimos, Jo'xa. Mayli, obbo, shu yetmay turgandi. Janob mer, nima qilsak bo'ladi? Qo'liga yopishib qolib televizor. Qayerdan olibdi uni? Bilmadim, qayerdandir sotib olgan shekilli. Obbo, shu yetmay turgandi. Shunaqa bobolar qayerdan paydo bo'ladi bilmayman qishloqda. Kimdirdan sotib olgan odamni aniqlasam zo'r ish bo'lardi. Qayerda aniqlaysan? Tentak aniqlay olmaysan axir. U aytmasa ham kerak. Aytgani bilan baribir izlab topa olmaysan kimligini. Bir tomondan to'g'ri aytyapsiz, lekin hozir nima qilsam ekan? Nima qilishini bilmadim-ku. Sen soliq to'lading? Yo'q, to'laganim yo'q. Bor, tez soliq to'la. Mayli, hozir olib kelaman. Bo'pti, tezlash, keyin u televizor masalasini hal qilamiz. Balki televizorni portlatib yuborish kerakdir. Yo'q, jinnimsiz, uni portlatib yuborsam, mana jitel ham portlab ketadi-yu. Unda bilmadim. Qanaqadir usul o'ylab topish kerak baribir. To'g'ri, bo'pti, men ketdim hozircha. Kechirasiz, shkafingizni ochib yubordim. Kechirdim, bor tezroq. Mayli, bo'pti. Xo'p, qanday ajratsa bo'ladi? Nahotki televizor qo'liga yopishib qolgan bo'lsa, nimaga bunaqa bo'ldi? Eshigini ochib qo'yib degan yopib ketaylik. Sovuq kirmasin, balki sovuqda ajrashib qolar. Yo'q, qanaqasiga ajrashib. Lekin tushunmayapman baribir. Yo'llar qalay chiqibdi? Sizlar yo'llarni kommentariyga baholanglar. Endi doim mana shunaqa bo'ladi. Qishlog'imiz chiroyli asfaltlangan holatda videolar olaman. Menimcha takoy chiqsa kerak rostdan ham.
Nima qilmoqchi edim? Ha, bo'ldi, esimga keldi. Poliz ekinlarimni yig'ishtirib, soliq to'lab kelmoqchi edim. Janob merni uyiga emas, ishxonasiga borib aytgan, janob merga uy qurish kerak hali. Muammo ko'pda ko'ryapsizlarmi? Janob merga uy qurish kerak. Ana televizor bilan ajrashtirish kerak. Sudga olib borib ajrashtiraymikan? Sudga arz berish kerak. Sud ajrashtirib o'rsak bo'ladi, lekin u uchun bir-biri bilan urushish kerakmi, nimadir muammo bo'lishi kerak-da. Orada yaxshi ham bola yo'q. Televizor bilan qanday odam o'rtasida bola bo'lishi mumkin? Ko'chadan bitta bolani olib borib televizor ko'rdirsakmikan? Televizor ko'rsa balki o'zidan o'zi ajrashib qolar-a? Yo'q. Nimadir o'ylab topsak, nima qilsak bo'ladi? Obunachilar kommentariy yozinglar. Televizor bilan odamni qanday uzib olsak bo'ladi? Bir-biriga yopishib qolgan nima bo'lgan? Kilaylab ketishgan shekilli. Unga aldab kimdir shunaqa televizor sotgan. Lekin nimaga bunaqa qilib sotgan hayronman. Rostdan ham nimadir problemasi bor. Lekin qanaqa problemaligiga hayron qolyapman. Kim sotgan bo'lsa ham aldabdi-da, bechora Jitelni super kilit to'kib berganmi yo germetik qo'yib berganmi, temir yopish uchun germetik ishlatiladi, bilasizlarmi? Shunaqa narsa qilgan, nimadir qilgan xullas. Xo'p, men hozir bo'ldi, ochildi. Takoy. Xo'sh, nima qilmoqchi edim? Esimdan ham chiqib ketdi, qaranglar, eslashim kerak. Janob merga poliz ekinlarni deb kelishim kerak. Avval ketmonimni mana bu yoqqa qo'yayin. To'xtanglar, shu ketmon bilan ursam ajralmasmikan-a? Mo'sh ajralar, hozir sinab ko'rish kerak. Ketmon bilan bitta uraman. Menimcha dahshat ajralib ketsa kerak. Xo'p, hozir sinaymiz, ko'rasizlar. Birinchi janob merga assalomu alaykum, yana bir bor janob mer. Sen tentak bo'lib qolganmisan, bir kunda 856 marta salom bermoqchimisan? Yo'q, unchalik emas, bir 3-4 marta. Ha, bo'pti. Olib keldingmi soliqlarni? Mana tomato, potato, karrot, seeds va vettis. Sen ingliz tilini vashi portlatib yubording-ku? Ha, ingliz tilidan IELTS 1 bor. IELTS 1? Ha, endi IELTS 1 hech kimda yo'q, bilasiz-ku. Ha, senda bittada, o'sha uchun IELTS 1. Hech qanaqa birorta savolga javob bera olmagansan. Ey, past ball senga berishganda. Shu ko'ryapsizmi, butun dunyo his qilib yuboradi yaqinda meni. Hech kimda IELTS 1 yo'q, bilasizmi? IELTS 1 bo'lgani yaxshi-da. Borib men televizorni ham ajrashtirib olsak, IELTSdan senga 0 olib beraman. 0 kerak emas, 1 kerakman, chunki birinchi bo'lib yurishni xohlayman-da. Bo'pti, ko'rchi, borib harakat qilib ko'r. Bo'pti, hozir nima reja o'ylash kerak, tamom. Qanday reja o'ylasam ekan, u ketmon bilan ursam, ana jetelni boshiga tegsa dabdala bo'ladi. Yo'q, boshqa reja o'ylab topishim kerak. Hozir ko'ramiz xullas. Hozir jetelga aytaman, qanday olishni o'zim tushuntiraman unga. Voy jetel, nima bo'ldi? Baribir olinmayapti. Nimadir qilish kerak-da. To'xtam, urib ko'rang ketmonim bilan. Yo'q, agar boshimga tegsa dabdala. Yo'q, boshingga tekkizmayman, qara. Oppa. Voy, menga tegdi. Qo'rqma, hech narsa qilmaydi. Короче, menda bitta reja bor. Yurchi, ortimdan bitta narsa qilamiz. Qanaqa narsa? Bu nima desam, ko'chaga chiqaylik, balki quyoshning issig'ida erib tushib ketar. Yo'q, bo'lmayapti baribir. Chiq, aytganda qil, ursam mana ketmayapti, ko'rsan, qara, men uryapman. Ustiga chiqib minib sakrayapmikan, nima deysan? Farqi yo'q, o'lish kerak tezroq. To'xta. Meni uyimning oldida kun issiq. O'sha yerda bitta qo'yib ko'rish, ana shu yerda bitta harakat qilib ko'r. Hozir. Tak, qo'yilmayapti-ku. Nima qilsak bo'ladi? Voy, to'xta, qayerga ketyapsan? Balki sen uyingga qo'yilar. Yo'q, meni uyimga ham qo'yiladigan o'xshamaydi. Mana shu yerga qo'ymani. Stol ustiga qo'ysang, balki qo'yilar. Hozir mana. Tak. Yo'q, baribir qo'limda uzilmayapti-ku, nima qilay? To'xta, bilmadim nima qilishga hayronman men ham. Unda men shaharga borib, ustaga televizorni buzdiraman. Shunda qo'limda olinadi. Bu ideng ham to'g'ri. To'xta, qayerga ketyapsan? Shaharga ketyapman. To'xta, men ham boray. Yo'q, sen nima qilasan kelib? Axir shahar uzoq. Bo'pti, oy borib omon qayt. Omon borib oy qayt. Bo'pti. Mayli, bo'pti. Ket, ko'prikdan chiqib ket, ados qaranglar. Ketdi ana. Mayli, o'zi bo'ladi. Borsa yaxshi bo'lib kelsin. Hozir nima qilsam ekan, endi bilmadim. Zerikib qoldim. O'sha jetel bo'lganda ham nimadir muammo bo'lardi. Mazza qilib o'tirgandim zerikmasdan. Nima qilishni ham bilmayapman. Janob mer telefon qilyapti. Alo, janob mer, eshitaman. Qayerdasan, Jo'xa? Uydaman. Nima bo'ldi? Ana televizor uzildimi? Yo'q, o'shani uzish uchun shaharga ketdi. Shaharda nima qilar ekan? Shaharga borsa, короче, ana usta bor-u, televizor sozlaydigan usta. O'sha uzib berar ekan, buzib turib televizorni. Tushunarli. Bo'pti, mayli. Mayli, lekin bo'pti, mayli, nima ham derdim. Короче, janob mer, nima qilayman hozir? G'irt bekorchiman. G'irt bekorchi bo'lsang, bu yoqqa ish bor senga. Taporingni ham olib kel. Taporim nima qilasiz? Olib ketagandan keyin olib kel. Bo'pti, hozir. Yana ish qayerdan bekorchiman dedim. Bekorchi emasman, ish qilyapman deganimda ish buyurmas. Hozir bo'laman, yana qanaqadir ish buyuradi. O'shani janob mer ishi bilan band bo'lib yuraman kun bo'yi. Mayli, qanaqa ish buyurishiga qaraymiz hozir. Janob mer, nima qilay? Nima sen salom bermading? 2 marta salom berdim bir kunda. 3-4 marta salom bermoqchi eding.
Assalomu alaykum janob merim. Ha, ana shunaqa bo'lsin-da. Va alaykum assalom. Qarashtak, borib ekan 3 stak daraxt chiqibdi. 3 stak daraxt nima qayerda yig'aman? Butun boshliq daraxt nima edi? Qishloqdagi daraxtlarni yig'sam 3 stak bo'lmaydi. Ha, bilmadim, nimadir qilganda yig' xullas. Bu senga buyruq. Tushundingmi? Ha, tushundim. Bo'pti, harakat qilaman, lekin 3 stak olib kelaman deb va'da bermayman. Qanchaga va'da berasan? 1 staklarga va'da beraman. Bo'pti, harakat qilganing. Bor, olib kelganing, olib kelolganing chopga. Ha, bo'pti, janob mer, men ketdim undan. Qarashtak, nima deyotgandim, nima qilmoqchi edim, nima bo'layotgandi? Ha, daraxtga bormoqchi edim. Mana shu tomonda o'rmonida zo'r daraxtlar bor. Kakras o'rmon ichigacha yo'l qilib borilgan. O'sha yo'lni sizlarga obzor qilib beraman. Ko'rasizlar, dahshat. U yerda bitta yangi mehmon kelib, chekildi mehmonxonaga. Mashinasi kelgan. U qanaqa mashina ekan? Lada Samara. Yo, dahshat. Ko'ryapsizlarmi, qishloqda u shahar bo'lib ketdi bizning qishloqda. Bu tomonnikini bu tomonga, bu tomonnikini bu tomonga qo'yib qo'yishibdi. Mayli, o'zlari bilishadi, lekin bu tomon to'g'ri qo'yilgan. Mana bu yo'llar qaranglar. Вообще mana shu yerda yashab o'rgim kelyapti. Bori o'zi yashayman shu yerda. Battar, qattiqroq yashagim kelyapti. Bu yoq qiyer bo'lib qolgan shag'al, ya'ni chunki bu tomon bilasizlar endi o'rmon. O'rmonning ichiga asfalt menimcha shart emas. U tomon ham ana shu yoqqacha kelgan. Narigi tomon esa ko'prikkacha borgan. U narigi tomonlar esa to'liq asfalt qilingan. Xullas, butun qishloqchilarga nima qilib bo'lsa ham bir obzor qilib berishim kerak edi-ku, lekin hozir endi vaqt kamda. Vaqtim bo'lganda chiroyli obzor qilib bersam bo'lardi. Endi sizlarga hozir manfaatli narsa qilay debman-da, obunachilarim. Xo'sh, tak buni ham olamiz. Tamom. Bu tomondagi narsalarni yig'ishtirishimiz kerak. Yig'ishtiramiz. Tayyor. Xo'p, buni ham olamiz. Bo'ldi. Nechta 16 ta. Hali bu 3 stak bo'lguncha men umrim tugaydimi bilmayman. Mayli, hozir nima qilib bo'lsa ham 3 stak, 3 stak emas, aytib 1 stak va'da beraman deganimda bo'ladi dedim. Nima dedi? Eshitmay qolibman aytgancha. Sizlar eshitgan bo'lsangiz kommentariy yozib yuboringlar. Nima dedi? Atvetini eshitmadim to'g'risi. Bo'pti. Nima bo'lsa ham hozir bir chekkasidan va telefon bilan daraxt sindirish. Bu aqlning o'ng burchagining chap tomoniga ham kelmaydigan g'oya. Bu g'oyani men o'ylab topganimda ham o'zim tushunmadim, chunki telefon tapordi joyiga siraz kelib oldi. Men bitta urinib ko'ray dedi. Men ham sindira olsam kerak deb turib tapor joyini egallab oldim, lekin sal turganda o'zi sinib ketadi. Yaxshi ham taporga almashtirib oldim. O'shanaqa uddabiron bo'laman-da, o'zi uddabiron bo'lish kerak. Bilasizlar, o'zingizlar ham uddabiron bo'lib turib mana shunaqa narsalar qattiqroq o'ylasanglar, miyani ishlatsanglar zo'r bo'ladi. Bu uchun albatta o'qish kerak deganda, o'qish pul ishlash uchun pul topish uchun ishlash kerak bo'lmish deydi-yu. O'shaning uchun miyani ishlatish uchun o'qish kerak. O'qish uchun maktab borish kerak, lekin maktab yopildi-ku. Nima qilamiz? O'qimaymizmi shunda? Kutamiz sentyabr bo'lishini. Sentyabrgacha men videolarimni kuzatib tursanglar, o'zim sizlarga takoy o'qishni o'rgatib qo'yaman, lekin qanday o'rgataman ayronman. Qishloqimizda maktab yo'q, bitta qishloqqa maktab qurib yuboraymikin, bitta qishloqda emas, qishloqimizda bitta maktab demoqchi edim. Hozir qishloqda topib bora olamanmi deb o'ylayotgandim, ana yoqda bashnak ko'rinib turibdi. Ko'ryapsizlarmi, bizning qishloqimizning eng baland cho'qqisi o'sha, hamma joydan ko'rinadi. Yaxshi ham shu bashnak bor. Shu bashnak bo'lmaganda qaytib topib borish problema edi. Hozir bir stak to'liq oldim-da, 5 ta ortiqcha ham oldim. Yana olish kerak. Mana shu daraxt olsam bo'ldi, boshqa olmayman keyin adashmasam. Yetib qolsa kerak shu bilan, lekin bir stak to'liq 2 stak olib kelaman degandim. Mayli, hozir mana bu yerda tushib qolgan daraxtchalarni qaytarib ekib chiqish kerak. Bilasizlar, bir tup daraxt kessang 1000 tup daraxt ek degan maqol bor bo'lsa kerak, bilmayman. Endi o'zim o'ylab topganim yo'q, har qalay mana uni qaytarib ekib chiqish kerak. Qaytarib eksam o'sha olgan daraxtlarim joyiga qaytib daraxt bo'ladi. Keyin mendan keyin kelganlarga ham daraxt bo'lib turadi-da. Tayyor, shuni oladida kesib ketaveradi menga o'xshab. Men kesib ketdim. Bu tomondan olganim yo'q. Qayerdan oldim? Mana bu yerda bir gala daraxtlar, o'rmon bo'lib ketibdi-yu daraxtlarda urug'idan. Bo'ldi, qaytarib ekaman. Keyin esa borib o'zimning shaxsiy ishlarim bilan band bo'lsam ham bo'laveradi.